mana shu turpga o'xshab chaqar ekan. Bugun mana shunday необычный narsani yeymiz. Pepino qovunimish. Men juda ham ko'p ko'rganman Xitoy videoroliklarida. Va shunaqa yegim kelgan shu narsani hozir yeb ko'ramiz. Mana pomidorga o'xshayapti. Ammo ikkalasini yeb kelaman. Pepino melon. Sariq pomidor desanglar ham bo'laveradi. Shirin deb o'ylamayapman lekin bismillah. Birinchi ishlaganimda shunday yumshoq turp ta'mi keldi. Turp yumshoq bo'lmaydi, lekin bu yumshoq edi. Shunday turp ta'mi kelganda ichidan qovunni ta'mi keldi. Qovunni ham yamda. Buning ta'mini hamma har xil ta'riflagan, lekin men prям turp bilan qovunni ikkalasini bitta qozonga solib aralashtirgan ta'mini his qildim. Hozir pichoq olib kelay, cho'da ish juda noqulay. Buni ot qovun bo'lgandan keyin qovunga o'xshab karishkach qilamiz-da endi, boshqa iloji yo'q, to'g'ri. Ichida mana qanaqadir urug'chadagi narsasi bor. Mana olsa bo'ladi. Turp mana shuni hidi shekilli. Ana endi bu qovun degan nomga sazovor bo'ldi mana. Mana do'stlar. Hop. Bismillah. Qovundek yumshoq. Prям turp hidiman. Men bitta o'zim shu ishni qilmaydi. Balki meni vkusovoy retseptorlarim boshqachadir. Turp hidini sezdingmi? Qovunnichi? Pishmay qolgan handalak deydi. Pishmay qolgan handalak va turp deb nomladik bu mevani. Lekin juda ham xalaqit berar ekan turp hidi. Buni men eshitdim, что vashi zo'r pishganini yesangizlar shunaqa shirin deb. Qovun ham shunaqasi. Xullas. Do'stlar. Yesa bo'ladi, lekin menga turp hidi vobshe xalaqit beryapti. Men bu yengilgina, prям juda ham yengil. Turp yeganda tili chaqishi bor-ku qanaqadir. Mana shu narsa ham bor. Juda yengil. Turpdagi emas. Qovoqda ham hidi keladi. Qovoq, handalak qovun и turp. Mana shu ikkalasini ta'mi keldi. Ikkiga bo'lganda o'rtasidagi yurakcha ikkiga bo'lib ketib shuni yeb ko'ramiz. Shirin? Yo'q. Mana shu turpga o'xshab chaqar ekan. Maslahat beramanmi? Mayli yeb ko'ringlar, nima qilibdi. Juda shirasi pas, juda shirasi pas. No shirin. Takoy. Izlab topish kerak ta'mlarni ichidan shirin ta'mni.